Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来展示给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们，大家在睡觉，大气纷飞，是向世纪。Oğlunu konak düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yetishmadi. Patlıcık balvanning darajadan tashqari 6-chi sezgusi. Şuna bu bayrak tanlash o'yinining qoidasi nihoyat oddiy. Bu yerda ishga atratma. Ularning o'z rayoni ham bayrog'i bor. Kim avval qarshi tarafning bayrog'ini tatib olib o'zining rayoniga qadam olsa, shu utgan bo'ladi. Tushunmagan yer bormi? Sen nima resimni buncha yaxshisisan. Men bo'lsam yaxshi chizolmayman. Hamma odamning rasm chiza olishini atayin. Biroq hammamizning ortiqchiligi batalmi shunga o'xshash. Bek peyziken. Men sana bakay. Ben qandaq peyzi ishni qamlashtirolmaydi ekanman. Nurg'un ishni sen qilganni biz qilolmaymiz. Masalan, jazm qilamanki, bayroq tortib olish o'yinida sen cho'qim yig'alaysan. Shu emasmi? Shundoq bo'lishi mumkin. Biz bog'chaga berib o'ynaylik. Baş shtabimizning ustida tunduniy qaplang'ichining bayrog'i turadi. O'yinimizni qo'yib tursak bo'g'dak. Uxlash kimlik azmatlar, otlanaylik. Singib kirib kechiga qutqizamiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atrot taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, men mushuk yapılan qiz. Geri bo'lsa, men patlıcık balvan. Konno bo'lsa, ben müşk yigit. Biz uxlash yetishmadi. Tunduniy qaplang'ichining nima qilmoqchiligini aniqlaylik. Meni patlıcık balvan mashinamga o'tiraylik. Uzun quloq. Ben niqoblang'uvchilarning kulkisini oldim. O'tkir kez. To'g'ri debsan mushuk yigit. Men ko'rdim. Yana tunda niqoblang'uchimi bor ekan. Ular bizning maktabda ekan. O'tkir ko'z bilan uzun quloqning hamkorligi mukammal bo'ldi. Albatta, sizlarning aloydiqlaringiz rost yomon ekan. Biroq balki mening sizlarga o'xshash bir aloydiqlarim bo'lishi mumkin. Mening darajadan tashqari 6-sezgim. Buni azaldan tilga ib baxmagandim-ku. Onun bilan nima qilib bo'ladi? Onun bilan xatarning yaqinlashganligini his qilib bo'ladi. Masalan, quyruqimda bir xil og'riq sezim bo'ladi. Demak, sening darajadan tashqari 6-sezging bor bo'lsa, tunduniy qaplang'ichi yaqinlashganda sen buni bila olamsan? Albatta, amaliyotda uning maktabimizda ekanligini burilib biletdim. Jazm qilamanki, 6-sezgim uni tutishimizga yordam beralaydi. Hey, tunduniy qaplang'ichi, nima bayroqni shtabimizning ustiga qadab qo'yding? Çünkü uslarning rayoninglar. Biroq hozir mening bo'ldi. Men butun dunyoga bayroq tortish o'yinida mening eng yomonligimni ko'rsatib qo'yman. Kim sen bilan o'ynaydi? Albatta sizlar bilan o'ynayman. Bu Musa maktubinglarni o'zimning qilib olaman juma. Tunda niqoblang'uvchilar kashlik maktubi. Angladinglarmi? Havoda musobaqada biz yengib olsaqchi? O'zinglarcha yengib olaymiz deb qoldinglarmi? Agar rostini yengib olsanglar, men maktubinglardan kuydiman. Agar sizlar yengib qolsanglar, men bu yerdan ketmayman. Ondan sizlarning shtabinglarni tortib olaman. Mumkin emas. Xayol qilma. Qaynikida kim avval qarshi tarafning bayrog'ini tortib olib o'zining rayoniga qadam olsa, shu utqon bo'ladi. Mening 6-sezgimni bo'ladi ekan, biz cho'qim yengolmaymiz. Bu nihoyat oddiy, oson, hech qancha ish emas. O'zingning 6-sezgimga ishonching bormi? Sening yana imtihon qaltis boshqa alohida iqtidorlaring bor. Biroq bayroq tortib olish o'yinida ularning roli cho'ng emas. 6-sezgimga o'xshamaydi. Bu haqiqatan mukammal. Bayroq tortib olish o'yiniga tayyorlanib oldinglarmi, mag'lubiyatchilar? Endi o'yinni boshlaylik. Eng yaxshi sarimizni bir aylan bu yerda qilib bayroqni saqlasin. Sening ko'zing bak o'tkir. Bu vazifa senga eng loyiq. Undaqda maktabga kim bor? Sen bag'in mushuk yigit. Uzun quloqing bilan tunduniy qaplang'ichining nardligini bilalaysan. Sening o'tkir ko'zing bilan mening uzun quloqimni bo'ladigan. U bizga hargiz o'qib yana yiqilisholmaydi. Mening 6-sezgimni unutib qoldinglarmi? U menga tunduniy qaplang'ichining qayerligini deb beralaydi. O maktabning ichida ekan. U bayrog'imizni qandoq tortib olishni o'ylab aytibdi. Demak, o'zining bayrog'ini saqlamaydi degan gap hozir degan eng yaxshi fursat. Esimda qilishcha xatar yiqilashgan sening 6-sezgingni ondan roli bo'lardi.
yiroq yaqin bo'lishi u baribir. Ish qilib u har qanday narsani his qila oladi. Ma'qul. Tez kelinglar, uning bayrog'ini tortib olib boraylik. Har ehtimolga qarshi sen bu yerda qilib kelib bayroqni qo'g'da. Ho, biz amal qilib maktabda charlayotgan niqoblanuvchilardan o'zimizni chatga ilishimiz kerak. Biroq tunda niqoblang'ich yo'q ekan. Mening darajadan tashqari oltin sezgim to'g'ri. U ichida. Full bayrog'imni tortib oldigan yaxshi fursat. Darajadan tashqari magnit taqsa. Nima? Yo'q. Meni izlavatam sen so'ldak. Darajadan tashqari ushqirmishing. Qaraganda sening 6-sezging to'g'ri emas ekan. Ha, sening 6-sezging bormi? U xato emas. Tunda niqoblang'ich haqiqatan maktabda edi. Faqat shu ichida emas. Sen, yana sen. Men bilmayman. Biz ularning bayrog'ini tortib olib boraylik. Qilib qolganlar bayrog'imizni obdan saqlanglar. Abla, o bayrog'imizni tortib olmoqdi. Mishka yapala qizga yordam berishimiz kerak. Bir hamoqat qushqi taqabil tursaqli bo'ladi. Nindidang? Ular bu yerdagi daraxtzorlikqa qarab kelayotamda. Amsi biz uning 6-sezgisining to'g'ri ekanligini bildirib qo'yaylik. Daraxtzorlikda nima qilamiz? Tunda niqoblang'ich bizning shtabimizga boradigan tursa, 6-sezgim menga shuni eskartadiki, u cho'qim mush atrofda. Amaliyotda u yerda. Seni tutib oldim. Kechirgin Patmichiq polvon, bu yerda hech kim yo'q. Balkim sening hech qanday 6-sezging yo'qdi. Darajadan tashqari ushqirmishing. Ha. Nimish bo'ldi? Ko'rdingmi? Deganim to'g'rimikan? Bu shilim shiqchoqlar isbot beraydi. Hozir mening 6-sezgim meni eskartadi. Tunda niqoblang'ich tarafga ketib bordi. Chopsam bo'l. Ha, agar o 4 ablaq alayda iqtidori bor qiyofatga kirib oliblar yeng'alayman deb qo'yilsa, uni cho'qim yana ko'rdigan kuniga. Ha! Mening 6-sezgim xatolashmaydi. Tunda niqoblang'ichni tarafga ketganligi cho'qim jazm qila olmayman. Biz choplashib qopdi. Shilim shiqchoqlarni ilyotmasak biz eshik boramaymiz. Buningga nurg'un vaqt ketadi. Men bilan mang'in. Mening 6-sezgim bu yamanga tunda niqoblang'ichning shtabga keyindan yiqilishadiganligini eskartdi. Sen ko'lning yana bir tarafidan demoqchimi? Sening 6-sezging 2 qatim xato chiqdi. Davomli xatarga tavakkul qilsak bo'lmaydi. Amsi men o'zim boray. So'zimning to'g'riligini sen isbotlab beraman. Biz Mishka yapala qizga yordam berishimiz kerak. Bo'lmasa tunda niqoblang'ich bayroqni tortib oladi. Mishka yapala qiz, Patmichiq polvon yolg'iz ketib qoldi. Tunda niqoblang'ichni tutib olsaqanda qiladi. Darhol uni izlaylik. Undaqda bosh shtabni saqlaydigan odam qolmaydi. O'zimda 6-sezgining bog'liqini mush yigit bilan Mishka yapala qizga ko'rsatib qo'ymaydigan bo'lsam. Mashni ko'mamdigan men midirlayolmadim. Yo'q. Bu shilim shiqchoqlarkan-ku. Tunda niqoblang'ich yaqin atrofda. Demak, mening 6-sezgim kerak keladi ekan. U rostkan. U haqiqatan rostkan. Sodiliqimmi? Sen nadaligimni bilib olmading? Balki men sening nega bordiganligingni biladim. Ajaba men o'zim xatolashib keldimmi? Sening bu yerga kelishdagi birdan-bir maqsadim mush to'zoqni qurish uchunmi? Shundoq. Uni ustiga sening amroqlaring shtabdan ayrilib seni izlab kelganda men sizlarning bayrog'inglarni tortib olaman. O yerdikan, unga yordam kerak. Bardoshlik Patmichiq polvon. Baxijilman. Yana sizlarga yordam berdinglar. Hozir shtabni saqlaydigan odam qolmadi. Amaliyotda menda 6-sezgi degan narsa mavjud emas. Biroq qolsa alayda iqtidorlaring bor. Masalan, yo'shamashinaning darajadan tashqari magnit taqsa degandek, uning ustiga ularning hammasi sana o'xshashli qaltis. Deganinglar to'g'ri. Rahmat, birodarlar. Abla, shtabning darajadan tashqari mushuk ovozi signal jinlayotdi. U faqat bayroqni yirib oldi, lekin texnik g'alaba qilmadi. U yana o'z rayoniga qaytdi. Mashina chaplashib qoldi. Agar burkut aeroplan yoki mushuk mashinaga o'ltirsak, biz maktabga berib, yana uni mag'lub qila olamiz. Menimcha men uni to'siy olmayman. Hargizmi yolg'onda 6-sezgi qiyofatiga kirib olmay, balki o'zimni alayda iqtidorga tayinib, uxlash kiyimlik azmatlar o'tirga chiqdi. Men bu bayroqni qo'dsamlar, bu maktab va uxlash kiyimlik azmatlarning bosh shtabi menga mening bo'ladi. Sizlar kechikib qoldinglar, uxlash kiyimlik azmatlar. Mayli niqoblang'uchilar. Yaxshi, g'alba menga mansub bo'lish oldida. Ha! Meni
Men çoğunu hareketi bekle tezken müşkigit onun qalbi qilishini herkesin toz qilib Onun olmalı. qalbi qilishini to'sashqa asla amalimiz yo'q. To'limi afsus. Sizlarning do'stinglar bu yerda menga yengilginiga tan berib, bosh egmaydi. Biroq mening niqoblang'uchilarim shunday qiladi. Hoy, bu qanday bo'g'ini? Bayroqlarim qani? Meni ko'rdiganligingni faqat o'ylab boqmagandim deyman, tuni niqoblang'uchi. Sen bu yerga qanday kelib qolding? Sen chopishib qolganding-ku. Ular meni qutqizib olgandan keyin o'ziga kelib chiqib qo'ydi. Onda men yoshirinib oldim. Shuning bilan men bu ikki bayroqni ilib oldim. Oddiy, oson, hech qancha ish emas. Beksat bo'ldi. Biz bayroqni o'zimizning rayonga qadaymiz. Biz yengadigan bo'ldik. Uxlash kiyimni gazmatlar qalbi qildi. Buning hammasi sizlarning xatolig'inglar niqoblang'uchilar. Sizlar mening tunda niqoblang'uchi kecha maktabiga hargizmi munosib emas. Eski o'quvchilar. Sen qila olding, Fatma Chupalvan. Uxlash kiyimni gazmatlar. Qoltis qildik. Qorong'u kechada maktabni qutqizib oldik. Men ishni ko'rmadim. Sen angladingmi? Yo'q, o'tkir ko'z bilan uzun quloq bo'lmasa, unda qasanga tushmaydi ekan, to'g'rimi? Qaraganda mening rostila oltin sezgim yo'q o'xshaydi. Biroq men o'zimni g'alba qilganligimni his qilyapman. Mening rayonim geri g'alba qildi. Bu o'yinni yaxshi o'ynay oladiganligingni bilamiz. Shundoq, sen ikki qaytam isbotlading. Rahmat birodarlar, biroq sizlar eng yaxshi. Sizlar menga mening eng yaxshi do'stim.